bolasi. Uloq Ko'pkari chavandozlari Raisbomdan chap tomonda Xatirchi tumani Milliy gvardiya maktabini chavandozlari mana hozir 5ga 5 shunday o'yin 5ga 5 o'yinni mana hozir o'ynaymiz, qo'llab turamiz palonlarimizda. Qana qaysi jamoa birinchilik ko'p gol uradi? Kim boshqa beradi? Xatirchi tumani Milliy gvardiya maktabi polvonlari bellashadi. Qana o'yinimizni boshlaymiz. Mana bosh hakam Navoiy viloyati Uloq Ko'pkari federatsiya rahbari Mustafa Bobo Nurmuhammad hamda Navoiy viloyati Uloq Ko'pkari Milliy gvardiya maktabi qo'mondoni o'rinbosari mana jalpillab turibdi. Qator bo'lasa ikkala jamoamiz ham. Tayyormisizlar? Raisbek komanda berasiz o'zingiz. Boshladik. Qana Navoiy shahar Milliy gvardiya komandasi hamda Xatirchi tumani Milliy gvardiya komandalari mana bellashyapti. Ularimiz o'yinda uloq yerda hozir ikkala komanda o'rtasida shiddatli tortishuvlar. Qani Jo'rabek kerak, qani Jo'rabek. Qani Alisher palvon. Bizga qani Xatirchi tumani Milliy gvardiya maktabi tarbiyalanuvchi o'quvchisi Navruz palvonda taka. Qani Navruz palvon shiddat bilan chap qanotda. Qani Navruz palvon. Qani Navruz palvon mahkammi Navruz palvon. Qani Navruz palvon oxirigacha shiddatli tortishuvlar bilan davom etyapti. Qani Navruz palvon oxirigacha mahkam bu. Qani Navruz palvon 3 metr sirtasan, Navruz palvon 3 metr sirtasan. Oldinda Xatirchi tumani Milliy gvardiya maktabi jamoasi 1-0 hisobda oldinda. Tamanlar bor. Tarsiz mahallasidan Sherzod raisi 995 nomlari bilan gol urdi. Navruz palvon. Ko'tarimganing ko'tar. Ha, o'rtaga borgin, o'rtaga. Bu hozir 5ga 5 o'yin bo'lyapti-da. Biz mana shu o'yinni o'tkazishimiz kerak-da. Bu Milliy gvardiya bilan Navoiy viloyati Uloq Ko'pkari federatsiyasi mana qo'shma qarori. Ana jamoalar tayyormizmi? O'rtada bosh hakam Navoiy viloyati Uloq Ko'pkari federatsiyasi rahbari Mustafa Bobo Nurmuhammad komandasi xulosalasa boshladik. Ana ikkinchi urinish. Hozircha 1-0 oldinda ikkita palon chiqib turinglar, xalaqit bermay turinglar. Ikkinchi urinish 1-0 hozircha hisob. Oldinda Xatirchi tumani Milliy gvardiya maktabi palonlari. Qani palonlar harakat qilamiz. Qani ko'taramiz uloqni ko'taramiz palonlar. Qani shiddatli tortishuvlar bilan Xatirchi Milliy gvardiya maktabi tarbiyalanuvchi o'quvchisi Alisher palvon bilan Navoiy viloyati Uloq Ko'pkari Milliy gvardiya tarbiyalanuvchisi yana Xatirchi tumani Milliy gvardiya tarbiyalanuvchisida Jo'rabek palvonni taka. Qani Jo'rabek palvon mahkam bu. Qani qolgan palvon, qani Jo'rabek palvon. Qani himoyachilardan o'tib, qani Jo'rabek palvon xavfli vaziyat qaytarib bosasin. Qani 11 metr uzoqlikdasan. Qani xavfli vaziyat Jo'rabek. Gol! 2-0. Oldinda Xatirchi tumani Milliy gvardiya maktabi polvonlari 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Bitta guldiroz qarsak chalib qo'yasizlar muxlislar. Ana endi o'yinimizni Xudo xolasa boshlaymiz polvonlar. Ikkinchi golda Xatirchi tumani Uloq Ko'pkari Milliy gvardiya tarbiyalanuvchisi o'quvchisi Jo'rabek polvon Xatirchi tumani Miyonqal mahallasidan Sobir Gayning 090 nomlari bilan ikkinchi gol urdi. Obita keling daqa.
o'rinni egallagan Xatirchi tumani palvonlariga bir ko'rpa, ikkinchi o'rinda olgan Navoiy viloyati Milliy gvardiya palvonlariga bir seriz bitta qarsa chalib qo'ying. Traktor ketdik. Traktor boshlaymiz. Barcha palvonlarni diqqatiga eshitinglar.